insonlar bilan boshladik. Bu loyihamiz katta marralarni ko'zlagan. Mana shu yerga insonlar kelib, sizlarni orqalaringizdan kelib, mana shu yerda qanaqadir balki o'zining dardiga davo topar. Xudo xolasa hammaga omad. Toshkent viloyatidagi ko'ngilli yoshlar bilan, ya'ni volontyorlar bilan ajoyib bitta loyihaga qo'l urdik, ya'ni EcoHealth degan loyihani amalga oshirmoqdamiz. Umuman tabiatga befarq bo'lmagan, vatanimizga, yurtimizga bir befarq bo'lmagan, ekologiyasiga befarq bo'lmagan yoshlarni bitta joyga jamlab, ular bilan mana shu loyihaga qo'l urdik. Odamlar deyarli tashrif buyurmay qo'ygan, lekin qachonlardir bir tarixiy ahamiyatga ega yoki bo'lsam mahalliy aholini tili bilan aytganda tarixiy qadamjolarni topib, shunaqa lokatsiyalarni topib, mana shu yoshlar bilan u yerlarni obodonlashtiramiz, tozalaymiz, chiroyli qilamiz, ko'kalamni zorlashtiramiz. Umuman olganda obod hududga aylantiramiz va aynan mana shu joylarning lokatsiyalarini insonlarga ijtimoiy tarmoqlar orqali keng targ'ib qilmoqchimiz. Sababi nimaga? Mana shunaqangi joylarni insonlar ko'rsa, bilsa, ichki turizm ham rivojlanadi degan bir asosiy maqsadni oldimizga qo'yganmiz. Mana O'rta-Chirchiq tumanida yashashim bilan bu yerda Ko'kbuloq ota ziyoratgohi borligini bilmasdim. Mana bugun kelib jamoamiz bilan mana shu tozalash ishlarini olib boryapmiz bu yerda. Aynan bugun biz Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumaniga qarashli Ko'kbuloq ota ziyoratgohiga tashrif buyurganmiz yoshlar bilan birga. Ushbu ziyoratgoh juda ham tarixiy ahamiyatga ega. Mahalliy aholi tili bilan aytganda qachonlardir buyuk bir insonni lashkar, ya'ni qo'shin o'tib ketayotganda mana shu yerda dam olishgan ekan va dam olgan paytlarida qo'mondonning oti o'sha o'zining oyog'i bilan bitta joyni tepaveribdi va mana shu tepgan joydan kichkinagina buloq qaynab chiqdi. Va ushbu buloqdagi suv ko'm-ko'k ekan. Haqiqatan ham biz bugun tashrif buyurgan Ko'kbuloq ota ziyoratgohini suvi qishin yozin ko'm-ko'k rangda bo'lib turadi. Hech qanaqa rangi o'zgarmaydi, haqiqatan ham ko'k. Va ko'pchilik aytadi, endi bu balki rost, balki yolg'on, shu yerdagi mahalliy aholining aytishi bo'yicha turli xil yarachaqalarga, turli xil yo'tal kasalliklarga mana shu buloqning suvi davo bo'larmish. Aynan insonlarning dardlariga shifo bo'larmish. Bu shu qo'shni mahallada turamiz. Bu nomi Ko'kbuloq ota shifobaxsh suvlari. Har doim olib ketaman. Ammo ichki organizmlarga hammasiga foydali. Yaxshi suv, toza buloqning suvlari. Kram-piron degan narsa yo'q. Bu loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad shu ekologiyamizni asrab avaylash, insonlarga bir nima derdi, ekologik madaniyatini oshirishga ozgina bo'lsa ham yordam berish hamda ichki turizmni rivojlantirish. Aynan mana shu EcoHealth jamoasi sizlarni ham taklif qilamiz.
bemalol keyingi lokatsiyalarimizni o'zimizni ijtimoiy tarmoqlarimizda e'lon qilib boramiz. Bemalol kelib, kuzatib, bizni safimizga qo'shilib, tabiatni asrash uchun yordam bersanglar bo'ladi, ichki turizmni rivojlantirish uchun ham. Aynan ushbu loyiha orqali biz kimdir ishlamayapti yoki bo'lmasam kimdir mas'uliyatsizlik qilyapti degan maqsadimiz yo'q. Shunchaki yoshlarni ortimizdan yaxshilik uchun, ekologiyani asrash uchun, kelajak uchun ergashtiryapmiz xolos. Umuman olganda bu yerga kelgan har bitta yosh shunchaki ko'ngilli yosh, ekologiyani asrash uchun, uni obod qilish uchun, ekologiyani asrash uchun mas'ul bo'lgan yosh hisoblanadi. Bu yerda qanaqadir tashkilot yoki kimnidir majburligidan hech kim tashrif buyurmagan. Ochig'i bugun havo sovuq bo'lishiga qaramasdan jamoamizdagi qalbi qaynoq insonlar bilan birgalikda Ko'kbuloq ota ziyoratgohida o'z ish faoliyatimizni boshladik va bundan keyingi rejalarimiz ham juda ham ulkan va sizlardan hozir bitta iltimosimiz bor. Agar siz ham Toshkent viloyati hududida shunga o'xshash tarixiy, ammo bugungi kunda insonlar e'tibordan chetda qolayotgan joylarni bilsangiz, kommentariy qismida yozib keting va biz ham jamoamiz bilan u yerga borib, u yerni tozalashga, ekologik holatini yaxshilashga va insonlar tashrif buyuradigan joylarga aylantirishga o'z hissamizni qo'shamiz va bunda albatta siz ham yordam bergan bo'lasiz. Hozircha loyihani Toshkent viloyati hududida boshladik. Nasib bo'lsa, respublika miqyosida ham ushbu loyihani amalga oshirmoqchimiz.